Assalomu alaykum. Ismim Muhammadi. Mudarris akademiyasida arab tilidan dars berib kelaman. Bugun siz azizlar bilan o'zbek tilida uchramaydigan arab tilidagi sod harfini o'rganamiz. Ko'p o'quvchilardan savol tushadi. Ya'ni sod harfini talaffuz qilish va uni talaffuz qilgandagi holatlardagi muammolar bizga ko'p savol bo'lib keladi. Aynan o'sha savollarga bugun sizlar bilan javob olamiz. Sod harfini talaffuz qilib turgan vaqtida o'quvchilarda ko'p kuzatiladigan xatolardan bittasi, ya'ni sod harfi arab alifbosidagi harflarning ichida yo'g'on harflar bor, aynan o'sha harflarning bittasi sanaladi. Ya'ni yo'g'on harflarni talaffuz qilgan vaqtimizda insonda, ya'ni o'quvchilarda lablarni oldinga cho'zilib ketishligi yoki cho'chchayib ketishligi yuzaga keladi. Aynan mana shu holat eng katta xatolardan hisoblanadi. Va talaffuz qilgan vaqtimizda yuzimizda shishlik hosil bo'ladi. Ya'ni sod harfi yo'g'on harf bo'lganligi sababidan talaffuzda ikki yuzlarimiz shishlik hosil bo'ladi. Va lablar oldinga cho'chchayib ketishlik holat bo'ladi. Bular mutlaqo xato ekanligini bilib qo'yishimiz kerak va buni hozir kelasi daqiqalarda o'rganib boramiz. Avvalida sod harfini to'liq ma'lumot olishligimiz uchun sodning chiqadigan o'rnini bilib olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni mahrajini. O'zi sod harfi qayerdan chiqadi va tilni qayerga qo'yganimizda talaffuz qilinadi degan savolga sodning chiqadigan joyi biz bilib olishimiz kerakki, tilimizning uchi. Ya'ni tilning uchi deganda olaylik, mana bu tilimizning uchi bo'lsa, ya'ni bu pastga kirib ketgan joyi tilning tubi va bu yeri esa tilning uchi hisoblanadi. Aynan tilimizning uchi pastki kurak tishlarimizning, arabchasiga fanaya tishlari deydi, pastki kurak tishlarining orqa tarafini tuprog'iga tegadi. Ya'ni tilimizning uchi pastki kurak tishlarimizning tuprog'iga tegishligi bilan sod harfi talaffuz qilinadi. Bu ya'ni sodning chiqadigan joy bo'ladi. Va sod harfining sherigi bor, ya'ni sin degan harf bor. Ya'ni arab tilida sin hamda sod harflari boshqa bo'lsa-da, talaffuzlari boshqa bo'lsa-da, lekin o'zbek tilida faqatgina bitta s bo'lganligi uchun arab tilida 3 ta s bor deymizda, hammasini bitta s bilan ifoda qilinadi. Bu xato. Vaholanki s bilan biz o'rganib turgan sod harflarining mahrajlarida yaqinlik bo'lsa-da, lekin ularning tovushlarini bir-biridan ajratib beradigan sifatlari bor, ya'ni xususiyatlari bor. Aynan o'sha sifatlardan, xususiyatlardan bittasi bu yo'g'on o'qilishligi bo'ladi. Ya'ni isti'la harflariga kiradi bu. Ya'ni sod harfini talaffuz qilgan vaqtimizda biz tilimizning orqasini yuqori ta'layga ko'tarishligimiz natijasida yo'g'on bo'ladi harf. Ya'ni agar tilni orqasini yuqoriga ko'tarmasak, oddiy biz bilgan sin harfi bo'lib qoladi. O'zbek tilidagi s harfi kabi bo'lib qoladi talaffuzi. Agar bu aynan o'sha tilni orqasini ko'tarishlik degan sifatiga amal qilmaydigan bo'lsak, bu hatto so'zlarning ma'nolarining o'zgarib ketishligiga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni ma'nolar tubdan o'zgarib ketadi. Faqatgina qayerda xato qilyapmiz? Tilimizning orqasini ko'tarishligimizda yoki tilimizning orqasini ko'tarmasligimizda. Agar tilni orqasini ko'tarsak, bugun o'rganib turgan sod harfimiz talaffuz bo'lsa, lekin tilni orqasini ko'tarmasdan tabiiy holatda talaffuz qiladigan bo'lsak, bunda sin harfi, biz o'zbek tilida foydalanadigan s harfimizga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun birinchi o'rinda biladigan narsamiz, mahrajini yaxshi bilib olishimiz kerak. Tilning uchi pastki kurak tishlarimizning orqa tarafining tuprog'iga tegishligi bilan sod harfi talaffuz bo'ladi. Mahrajini bilib olganimizdan keyin esa bizga zarur bo'lgan, kerak bo'lgan sifatlari bor. Ya'ni bu sifat xususiyat. Ya'ni xususiyat bir harfni talaffuz qilgan vaqtimizdagi jarayonlar deb hisoblanadi. Misol uchun deylik, sod harfini als deb talaffuz qilsak, sizga sod qulog'ingizga yetib bordi, lekin shu sizning qulog'ingizga yetib borgungacha nechta jarayondan o'tib bordi? Aynan o'sha har bir joyi, ya'ni als deganimizda havoni chiqishligi nima, cho'zilib turganligi nima, har biri ya'ni sifat deb hisoblanadi. Ya'ni bu
sifat, xususiyat. Har biri ya'ni nima deyiladi? Sifat deyiladi. Ya'ni har biri sod harfida 6 ta sifati bor, 6 ta. Aynan shu 6 ta sifatlarni yaxshi o'rganib, agar bu sifatlarga to'g'ri amal qila olsak, sod harfimiz juda ham mukammal talaffuz bo'ladi. Ya'ni bu sifatlarni ma'lumot tariqasida sanab o'tamiz. Ya'ni birinchisi ingichka o'qiladigan harf bu, ya'ni istifala harfi va bu hams degan sirg'alib o'qiladigan harf va bu rahova degan sifati bor, ya'ni cho'zilib talaffuz qilinadigan harf bu, ya'ni itboq degan sifati bor, tilimizni yopishtirib talaffuz qilishimiz kerak. Va yana bunda esa ismot degan, ya'ni og'ir talaffuz bo'ladi, ya'ni talaffuz qilganimizda yo'g'on bo'lganligi uchun og'ir talaffuz bo'ladi. Va bunda yana sofir degan sifati bor, ya'ni sodni talaffuz qilgan vaqtimizda sofir degani xushtak simon, ya'ni xuddi xushtakning ovoziga o'xshagan bir tovush chiqadi, ya'ni as degan vaqtimizda. Ya'ni mana shu ma'lumot tariqasida 6 ta sifati bor, mahraji va 6 ta sifatlarni biz yaxshi o'rganib oladigan bo'lsak, aynan shu sifatlarni yaxshi talaffuz qila olsak, sodimiz mukammal talaffuz bo'ladi. Ana endi bu sifatlarni o'rganish bizga kerakmi? Mahrajlarni bilish bizga kerakmi o'zi sod harfida deyilsa, agar sifatlarni to'g'ri talaffuz qila olmasak, to'g'ri ishlata olmasak, ya'ni harflar boshqa harfga o'zgarib ketishligi mumkin bo'ladi. Hozir yuqorida aytdik, ya'ni arab tilida yo'g'on va ingichka harflar bor. Bittasini isti'la harflari desa, bittasini istifala harflari deydi. Mana siz oson tushunishligingiz uchun aytamizki, sod harfi yo'g'on talaffuz bo'ladigan harf. Ya'ni yo'g'on deganda biz tilimizning orqasini ko'tarib, fatha harakatini o deb talaffuz qiladigan harflar tushuniladi. Endi ingichka harflar deganda bunga sin harf kiradi. Tilimizning orqasini ko'tarmasdan, balkim fathasini a deb talaffuz qilamiz. Faqatgina ko'ryapsizmi? Bittagina farqi, tilni orqasini ko'tarsangiz sodga aylanadi. Tilning orqasini ko'tarmasdan talaffuz qilsak sin harfiga aylanib qoladi. Ana endi mabodo bir arabiy kalimalarda sodning o'rniga sin deb qo'ysak yoki sinning o'rniga sod deb qo'ysak nima bo'ladi endi? Ma'nosiga ta'siri bormi yoki yo'qmi degan savol tug'iladi. Albatta ma'nolariga ta'sir qiladi. Misol uchun men sizga bitta misol keltirib beraman. Misol uchun sin harfi bilan talaffuz qilsak, suqun desak, bu bozor degani. Mana o'zimiz bozorimiz bor, ya'ni arab tilida suqo deb ataladi. Aynan shu sin harfi bilan emas, balkim sod harfi bilan shu so'zni biz suqun deb talaffuz qilsak esa, endi ma'nosi ya'ni qo'zg'atdi, haydadi degan ma'nolarni anglatadi. Bir narsani bir joydan jildirishingiz, haydab ketishligingiz tushuniladi. Qarang, ma'noda qanchalik farqi bor. Bozor bilan bir narsani haydab ketishlikda farqi bormi? Endi buni o'zgartirib turgan narsa nima desa, bittagina sin harfi sodga aylanib qolishligi. Sin qachon sodga aylandi, sod qachon singa aylandi? Tilingiz orqasini ko'tardingiz yoki ko'tarmadingiz? Bittagina sifatiga amal qilmadingizmi? Demak, bilingki harflar o'z o'rnini, o'zining vazifasini bajara olmaydi va so'zlarda ham ma'nosini ifoda qila olmas ekan. Shuning uchun sodni ham, boshqa yo'g'on harflarni ham talaffuz qilgan vaqtimizda hech qachon labimiz oldinga cho'zilib ketishligi mumkin emas. Shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bu ya'ni ehtiyot bo'ladigan o'rinlar bo'ladi. Misol uchun sodni talaffuz qilganimizda mana bunday so, si, su, as, as lab ishlamaydi. Lab hech qachon as bo'lib oldinga chiqib qolishligi mumkin bo'lmaydi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Arab tilini oson va tez va mukammal o'rganishni xohlasangiz, Mudarris akademiyasiga tashrif buyuring.